Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 12. ayının 7. gün. Bugün 7. günü bir hatır günü. Bundan 80 yıl burun 1941 yılı 12. ayının 7. günü de Yaponiya militarizmi şu vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarının Pearl Harbor portiga hücum qilib, Ulug' okean, yani Tinch okean urushi boshlangan xotiri kunidir. Shu vaqtda qurbon bo'lgan Amerikaning o'g'il qiz farzandlariga va farzandlarning oila tavobatlaridan bir samimiy salom yollaymiz vatandaşlar. Bugünkü mavzumunda tinchlik asosi qonunni bosib o'tib, Yaponiyaning vaziri An Tian-Wen-Shun hokimiyat yurgizish nutqi so'zlaganda Jungoga qarshi xatarlik bir qadam tashladi. Mavzuli xabar 12 ayning 6 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yaponiyaning vaziri An Tian-Wen-Shun haftaning 1 kuni, yani 12 ayning 6 kuni Yaponiya davlat parlamentida nutq so'zlaganda bunday ko'rsatdi. Yaponiya kun sayin o'rlayotgan rayon xarakterlik tahdid oldida davlat mudofaasini kuchaytirish tadbirini qo'llanadi. Cümleden düşman tarafının chet ellardagi harbiy bazalarga hücum qilish, iqtidorini va har xil tanlashlarni taraqqiy qildirishni o'z ichiga oladi. Gapning ig'iri va salmog'i manamayadi. Demek düşman tarafının chet ellardagi harbiy bazalarga va qayerdagi harbiy bazalarga Yaponiya hücum qilish iqtidorini taraqqiy qildirdi. Kun sayin o'rlayotgan rayon xarakterlik tahdidlar jumladan iqtisodiy va harbiy ishlar kuchi o'rlagandan keyin borgan-sari qattiq harakat qilayotgan Junguni o'z ichiga oladi. Hamda hadaf yadro qurollarini taraqqiy qildirayotgan, raketa qurollarini taraqqiy qildirayotgan Chavshanni o'z ichiga oladi. Ya'ni hujum qilish. Yaponiya vaziri An Tian-Wen-Shun mundaq ta'kidladi. Yaponiya mudofaa vaziyatini asosidan boshlab kuchaytiramiz. Hamda dushman harbiy bazalarga hujum qilish iqtidorini taraqqiy qildirishni o'z ichiga oladi. Har qanday tanlash. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu aşkardan aşkarı Yaponiyanın urushdan keyingi asosi qonunida belgilangan. Yaponiya qo'g'dirish qismlari faqat o'zini qo'g'dash bilan cheklanadi. Tashqariga hujum qilmaydi degan belgilamani bosib o'tganlikdir. Hamda Yaponiya Amerika bexatarlik shartnomasida belgilangan Yaponiya faqat qalqon bo'ladi, mudofaada turadi, balki Amerika armiyasi hujum qiladi deydigan an'anani bosib o'tganlikdir. Xalqning hayoti va mol-mulki mavjudligini qo'g'dash uchun dushman harbiy bazalarga hujum qilish iqtidorini taraqqiy qildirishni o'z ichiga olgan barliqqa tanlashda izlanimiz jiddiy ta'xirsizlik ichida mudofaa turimiz deb ko'rsatdi An Tian-Wen-Shun, Yaponiyaning vaziri. Yaponiyaning mudofaa vaziyatini kuchaytirish uchun vazir An Tian-Wen-Shun davlat bexatarligi kapolati strategiyasi, mudofaa plani maksimum programmasi va o'rta mezgillik mudofaa kuchini tartibga solish plani qatorliq muhim davlat mudofaa hujjatlarini bir yil ichida o'zgartirishga va'da berdi.